Alo, Odil yaxshimisan? Ha, yaxshiman, rahmat Botir, o'zing yaxshimisan? Ha, men yaxshiman. Tinchlikmi, o'rtoq? Tinchlik bo'lsa seni bezovta qilarmidim. Uyingga 2 kundan beri begona erkak kelyapti. Kimligini taniy olmadim. Bu yerlikka o'xshamaydi. Qilmish, qidirmish, yoxud Alloh hech bir ishni javobsiz qoldirmagay. Odil shifoxonaga bosh shifokor bo'ldi-yu, o'zgardi. Qo'lida ishlaydigan hamshirasini yo'qtirib qoldi. Malika birgina o'g'li bilan yolg'iz o'zi yashar edi. Turmush o'rtog'i bevaqt olamdan ko'z yumgan edi. Odilga bu juda qo'l keldi. Tez-tez xonasiga chaqirtirib, unga yengil topshiriqlar yuklay boshladi. Imkon boricha o'zining xonasidagi hujjatni to'g'rilash ishlarini buyurdi. Ish davomida uning ko'nglini olishga harakat qildi. Xotini esa ko'ngliga juda xunuk ko'rinib ketdi. Qani Malikani ko'nglini zabt eta olsam, xayol qila boshladi Odil. Malikani ayoli o'rniga qo'ya boshladi. 3 nafar farzandning otasi bo'lgan Odil 45 dan o'tib 50 ga yaqin kelganida aynida qoldi. Xotinini ikkita qilmoqchi ham bo'ldi, lekin ayolining akalaridan qo'rqdi. Chunki uning bosh shifokor bo'lishiga aynan ayolining akalari sababchi bo'lgan edi. Ko'p vaqt o'tmay Malikaning ko'nglini zabt eta oldi. Malika, siz menikisiz, sizsiz menga hayot qorong'u. Odil aka, unday demang. Axir sizning oilangiz bor-ku. O'sha oilasini ham zerikdim. O'sha xotinning mashmashalaridan. Uyga borishim bilan bosh og'riq boshlanadi. Axir men ham yaxshi yashashga haqqim bor-ku. To'g'ri aytasiz, lekin Farida opa eshitib qolgudek bo'lsa, ikkimizga ham yaxshi bo'lmaydi. Bilsa bilsin, to'ydim unday hayotdan. O'zi bilib qolmasdan avvalroq o'zim aytmoqchi bo'lib turibman. Ularning suhbati tugab ulgurmasidan eshik ochilib ayoli Farida ko'rindi. Dadasi, bu nima qilganingiz? Axir sizga nima yomonlik qilgan edim? Farida. Erining chaqirig'iga ham quloq tutmadi. Eshikni yopib ortiga burilib ketdi. Voy, endi nima bo'ladi Odil aka? Dedi Malika ustiga choyshabni tortib. Hech nima qilmaydi. Sen kuyunma, Malikam. Yaxshi bo'ldi qaytanga bilgani. Endi bolalar uchun sabr qiladi yoki bo'lmasani katta ko'cha. Maqtanchoq akalari boqib olaveradi. Farida erining xiyonatini ko'tara olmadi. Dunyolariga sig'may ketdi bechora. Butun borlig'icha sevar edi uni. Erining unga qilgan insofsizlikka chiday olmadi. Og'ir kasal bo'lib yotib qoldi. Odil esa birorta shifokorga tuzuqroq ko'rsatmadi ham. Akalari kelib shifokorga olib ketmoqchi bo'lganida Farida erining qilmishini ularga aytmadi ham. Nima, men o'z xotinimni o'zim ko'rsata olmaymanmi? O'zim ham shifokorman axir. Singillaringni bo'lgani shu. Tez orada sog'ayib ketadi deb Odil Faridaning akalarini kuzatib qo'ydi har gal. Dard o'z so'zini aytdi. Bora-bora og'irlashib borayotgan kasallik uni ajal domiga olib bordi. Kasalxonada jon berdi. Katta qizi yaxshi xonadonga kelin bo'lib ulgurgan edi. Lekin uyda qolgan bir qiz, bir o'g'li yetim qoldi. Odil esa xotinining o'limidan atigi 1-2 oygina kuyundi xolos. Faridaning o'limiga ham 1-2 oy bo'lib ulgurmasidan uylanish harakatiga tushdi Odil. Kirsam maylimi? Yuz ko'zlariga atropa surtgan, allambalo kiyim kiyib olgan Malika xonaga kirdi. Keling Malikaxon, bugun ja ochilib ketibsizmi? Xushomatni joyiga qo'ydi Odil. Bu yerga o'tiring degancha stol atrofidagi stullardan birini qo'llari bilan to'g'rilab joy ko'rsatdi. Assalomu alaykum Odil aka, yaxshimisiz? Muloyimgina qilib salomlashdi Malika va Odil ko'rsatgan stulga o'tirdi. Ikkisi ham hayajonda. Malikaning tepasida turgancha, uning chiroyiga, yuzlariga termilgancha bir vaqt jim bo'lib qoldi. Chaqirtirgan ekansiz? Jimlikni buzdi Malika. Ha, chaqirgan edim, dedi-da, yana bir muddat hech nima demay Malikaning to'g'risiga o'tib cho'kka tushib o'tirdi va uning qo'llarini ushlagancha uning yuzlariga tik boqib, "Malika, sizni yaxshi ko'raman. Sizga uylanmoqchiman. Menga tegishga rozimisiz?" Kutilmagan taklifdan hayron qotdi Malika. Ikki yuzi qizardi Malikaning. Odil aka, nima axir? O'rnidan turib ketdi Odil. Xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Kelinoyimni janozalariga hali 2 oy ham bo'lib ulgurmadi-ku. Nima qilibdi bo'lmagan bo'lsa, nima men so'qqa bosh bo'lib yuraverishim kerakmi ayting? O'ldi-da, yana qancha aza tutishim kerak? Ha, endi hech bo'lmasa yil oshlarigacha sabr qilsakmikin? Yo'q, men sabr qilmayman. Sizsiz bir kun ham yashay olmayman. Nega tushunmaysiz Malikam? Tushunaman Odil aka, faqat men odamlar nima deyisharkan?
Etib turdim o'sha odamlarning gap so'zlariga. Men ham odamman, men ham yaxshi yashashga haqliman. Shunday deysiz-ku, Malika gapini tugatmasdan Odil yana Malikaning qarshisiga tiz cho'kdi va qo'llarini yana ushladi. Yuziga bosdi. Iltimos Malikam, menga turmushga chiqing. Nima istagingiz muhayyo qilaman. Xohlasangiz oyna olib beraman. Nimalar deyapsiz, Odil aka? Qo'ying bunday gaplarni. Mayli, sizga turmushga chiqishga roziman. Faqat bitta shartim bor, dedi-da, qo'llarini Odilning qo'llari orasidan tortib olib, o'rnidan turdi. Ayting gulim, qanday shart? O'g'limni o'z o'g'lingizdek ko'rasiz. Farzandlaringiz bizni kamsitishiga yo'l qo'ymaysiz. Qonuniy nikohdan o'tamiz. Ha, yana bir gap. O'zaro ishonch uchun uyingizni o'g'limga nomiga xatlab berasiz. Muhabbat Odilning ko'zlarini ko'r qilib bo'lgan edi. Hech nima ko'rinmay turgandi ko'ziga. O'z farzandi, zurriyoti o'g'li borligini ham, unga ham aslida uy kerakligini his qilib turgan bo'lsa-da, azaliy orzusi ushalay deb turganda hovlini hisobga olish ko'ngliga ham sig'madi. Bo'pti, men roziman Malikam, sizni hamma aytganlaringizga roziman. Xo'sh, endi menga turmushga chiqasizmi? Ha, kichik davrada Odil bilan Malikaning nikoh to'ylari bo'lib o'tdi. Odamlar 1-2 oy gapirishdi, parvo ham qilmadi ular. Bir vaqtlari mashinani orqa o'rindig'ida ketadigan Faridaning o'rnida endi Malika yastanib olib ishga ketar edi. Odil o'zini juda baxtli his qilar edi. Qo'ni-qo'shnilari, ayrim tanish-bilishlari esa undan yuz o'girgan edi. Unga nisbatan nafrat ko'zi bilan boqar edi. Kun o'tdi, oy o'tdi, yil o'tdi. Kunlar o'tgani sayin Malika borgan sari o'zgarib bordi. 10 gulidan bir guli ochilmasdan erdan qolgan Malika 50 ga kirgan chol bilan yashashni o'ziga ep ko'rmay qoldi. Odil aka, kechga dugonalarim bilan ziyofatim bor edi. Shunga salgina kechroq kelaman. Bolalarga kechki ovqat nima bo'ladi? Ana qizingizga ayting, u ham eplay oladi-ku. Bo'lmasa kattasini chaqiring. Nima, faqat men uchun kerak emassiz-ku? Nimalar deyapsan Malika? Xo'sh, bormaymi o'sha ziyofatga? Jahl qildi Malika Odilga javoban. Mayli, bora qol o'sha ziyofatingga. Malika borgan sari o'zgarib bordi. O'ziga ortiqcha oro beradigan bo'lib qoldi. Odilning farzandlarini qo'l qilib ishlatdi. Katta qiz ota uyiga umuman kelmay qo'ydi. Ikkinchi qizini ham bo'yi yetib qoldi. Unga kelgan sovchilarga rad javobi berildi. Sababi qiziga sep-sidirg'a qilish o'rniga Malikani kiyintirar, bazmu jamshidlarga yuborar edi. Avvallari o'zi xohlab pul sarflasa, endi Malikadan qo'rqqandan pul sarflar edi. Shunda yodiga tushdi Farida. Dadasi, kamroq xarj qiling. Qizimizga bo'yi yetib qoldi. Unga sep-sidirg'a qilishimiz kerak. Bir pasda ikkinchi qizingizni ham bo'yi yetib qoladi. Rahmatli ayolni ushbu so'zlarni eslab kuyundi. Essizgina ayolima, hech ham o'zini o'ylamas edi-ya. Bolalarim berdi u. O'ziga qaramay ham qo'ygandi bechora. Men uni gap so'zlarni ortiqcha xarxashaga chiqaribman. Men nonko'runi besunaqay ayolga chiqaribman deb ko'p siqildi. Malikadan yashirib biroz pul yig'di va opasi bilan maslahatlashib ikkinchi qizining sep-sidirg'asini oldi. Sepini yiqquncha ona suti og'ziga keldi. Har gal opasi bilan sep yig'ish uchun bozorga chiqqanida uning qanchalik mashaqqat ekanligini his qildi. Oyoqlari toliqib, charchab uyga kelib o'tirganida yana Farida yodiga tushdi. U ham doim charchadim derdi. U yer bu yerim og'riyapti derdi. Mana bugun Odil ham o'sha og'riqlarni his qilib o'tiribdi. Unga oson emasligini payqab turibdi. Bechora ayolima deb ayoliga kuyinishidan boshqa chorasi ham qolmagan edi. Eplab siqtab bir xonadonga ikkinchi qizini ham uzatdi. Bir kuni o'g'li Malikaning o'g'lini urganini ko'rib qoldi. Har qancha ehtiyotlab Malikadan o'g'lining qilgan ishini yashirishga harakat qilmasin, Malika bexabar baribir ham sezib qoldi. Odilni o'g'lini urdirishga undadi. Iloj qolmadi. Odilda kenja o'g'lini zurriyotini 200 ga tarsak tushirdi. O'g'li dadasiga hech nima demadi. Indamay ko'chaga otilib chiqib ketdi. Ertasiga dadasiga xat qoldirib ketdi. Dadajon, mendan xavotir olmang. Do'stimning akasi Murod bilan Rossiyaga ishlagani ketyapman. Bu xonadonga boshqa yashay olmayman. Ishlab pul topib, o'zimga boshqa uy sotib olmagunimcha qaytmayman. Odil xatni o'qib xo'ngrab yig'ladi. Malika esa o'zi bilan o'zi ovora edi. Odilga umuman e'tibor ham qilmas edi. Onda sonda uyga kelmay qo'yadigan odat ham chiqardi.
Odilga dugonamnikida edim deb ortiqcha hisobot berib o'tirmas edi. Kunlarning birida Odil xizmat safari yuzasidan 2 haftaga boshqa viloyatga ketadigan bo'lib qoldi. Siz bemalol borib kelavering, dadasi. Biz o'zimiz bemalol o'tiramiz. Bizdan hech ham xavotir olmang. Qolaversa o'g'limiz Sardorjon ham katta yigit bo'lib qoldi. Bemalol onasini qo'riqlay oladi deb uni kuzatib qo'ydi Malika. O'z o'g'lini nazarda tutib, Odil uning gapiga ahamiyat ham bermadi. Ish qilib tinch o'tirsa bo'ldi deb qo'ydi dilida. Xizmat safariga bir hafta bo'lganda hovlisiga qo'shni bo'lgan sinfdoshi Botir qo'ng'iroq qildi. Alo, Odil yaxshimisan? Ha, yaxshiman, rahmat Botir. O'zing yaxshimisan? Ha, men yaxshiman. Tinchlikmidi o'rtoq? Tinchlik bo'lsa, seni bezovta qilarmidim. Uyingga 2 kundan beri begona erkak kelyapti. Kimligini taniy olmadim. Bu yerlikka o'xshamaydi. Qo'ni-qo'shnilar erkagi yo'q uyda. Bu begona erkak nima qilyapti ekan deb hayron bo'lishyapti. O'zing bir Malikaxondan so'rab qo'yasanmi? O'rtog'ining bu gaplarini eshitib muzdek ter bosib ketdi Odilni. Bir muddat qotib qoldi. Ha, rahmat o'rtoq aytganing uchun. Men albatta qo'ng'iroq qilib bilaman. Sen xavotir olma degancha go'shakni qo'ydi. Do'stini xavotirini yengishga yengdi-yu, o'zining ko'ngli buzildi. Har xil xayollarga bordi. Ertasiga qo'l ishga bormadi. Ishini yig'ishtirib uyiga jo'nadi. Qishlog'ida joylashgan tuman markaziga yetib keldi-yu, choyxonaga o'tirgancha kech tushishini poyladi. Kech kirdi. Atrofni qorong'ulik qopladi. Kecha oydin ham emasdi. Hamma yoq qop-qorong'u. Hovlisiga yaqin kelarkan, darvozaxonada turgan mashinani ko'rib ichi uzildi. Nafrat qo'zidi Odilning. Oshxonaga bilintirmay kirib pichoq oldi qo'liga. Sekin astalik bilan yotoqxona tomon yurdi. Oyna orqali ichkariga mo'raladi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, o'z o'rnida begona erkak Malika bilan birga yotar edi. To'g'ri, uyga bostirib kirdi-da chiroqni yoqdi. Iflos haromxo'r dedi g'azab bilan Odil. Voy Odil aka, hozir tushuntirib beraman, yolvora boshladi Malika. Nimani tushuntirasan? Fohishaligingnimi? Insofsiz borib har ikkisini ham ko'ksiga pichoqni suqib olgisi keldi-yu, shaytonga hay berdi. O'zini bosishga harakat qilsa-da, qo'llari tinmay titrar edi. Yo'qol fohisha, ko'zimga ko'rma, seni javobingni berdim. Nima? Qoshlarini chimirdi Malika. O'zing yo'qol, eshitdingmi? Bo'y meniki. Esingdan chiqdimi? O'g'limni nomiga o'tkazib berganing. Odil Malikaning gapidan butunlay hushini yo'qotdi. Butun tanasi